Amerika hökumətinin Xitayğa qoyğan tamojna beji 245%ga yetgan. Amerika hökuməti Xitayning o'ziga qarshi qo'ygan qaytarma zarba xarakterlik harakatlari sababidan Xitayning Amerikaga eksport qilgan mallari 245%gacha tamojna beji to'lashga majbur bo'ldi ekan. Bir Aqsaray amaldorining seshanba kechda haftalik xabarlar jurnaliga bildirishicha, bu yangi son Trump hökuməti Xitayga qarshi e'lon qilgan 125% tamojna beji, zaharlik chekimlik fentanil sababidan qo'yilgan 20% baj. Shundaqla mavjud qonunning 301-moddasiga asosan qo'yilgan 100% ga yaqin bajlarning umumiy so'misi ekan. Haftalik xabarlar jurnalining bu vaqtdagi xabariga qaraganda, Xitoyning elektronlik mashinalari Amerikada 245% tamojna bejiga duch keldi ekan. Amerikaga mal eksport qiladigan Xitoy shirkatlari uchun Amerika bozorini yo'qotish bir cho'ng zarba bo'lgan bo'lib, bu Xitoy shirkatlari ziyinni to'ldirish uchun Yevropa birligiga o'xshash bozorlarni izlashga majbur bo'ldi ekan. Ammo Amerika hukumatı Xitoyga qaratgan besimini kuchaytirib, o'zining savdo sheriklarining Washington yoki Beijingdan birini tanlashini o'tirib qo'ygan ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Li Jiandan Amerika Xitoyga qo'ygan tamojna bejining 245% ga yetganligi to'g'risida inkasi so'ralganda, u "Sen bojga munosabatlik aniq sonlarni Amerika tarafdan so'ra. Xitoy taraf o'zining tamojna beji masalasilik maydonini ko'p qitim aniq bildirib bo'ldi" degan. Xitoy hukumatı yaqinqi bir qancha haftadan beri Amerika bilan tamojna beji masalasi ustida suhbatlashishning o'rniga uningga 125% qaytarma zarba xarakterlik tamojna beji qo'ygan. Hatto Amerikani qog'oz yo'lbos deb haqoratlagan edi.